21-may 2025-yil. Bundan 2 oy oldin, 2 oy emas u, 2 oyga yaqin 28-mart kuni gortenziyalarimizni pochkalaridan olib ko'kartirishga qo'ygandik. Bugun shu 2 oylik natijalari bir ko'rmoqchimiz. Mana bu yerda inkubatorimizda teplishni effekti hali tomir otmaganlari bor. Mana bu yerda 4 ta idishimizda tomir otgan. Hammasi ana to'liq. Bularni hozir bargidan suv sepgani kelgandim. Bular mana hammasi qiya ochilib, ochiq havoga adaptatsiya qilish jarayonidagi. Hammasi ochiq havoga o'rgatilyapti. Mana shunday qilib. Endi har kuni bu sekin-sekin ozgina surib borib, deylik ertaga bunday, keyingi kun bunday qilib havoga o'rgatilinadi. Hop, havoga ochiq havo o'rgatishga jinday vaqtliroq edi, lekin mana bundaqangi joylarda bitta ikkita chorli noshka deydi, shunaqangi bo'lib qurib qoladi. Mana shu yerda ko'ryapsizlarmi? Oq tomirni yonida mana shunaqangi kasallik, zamburug'li kasallik tegib, qorason kasalligi bo'ladi. Bu narsa zamburug'li kasallik ochiq havoda bo'lmaydi. Mana katta bo'lgan. Avvalgi videoda mana shu ko'chatlarimiz, mana shu ikkitaliklar tagida shu nomiga bir nuqtacha bo'lib ko'ringan edi. O'tgan safar videomizda mana katta bo'lib qoldi. Hop, bu kasetada 3 ta yo'qotish bo'ldi. Mana bu kasetada bitta. Idishimizda menimcha 100% to'la. Yo'qotishlar, mana bunda ham bitta bor ekan yo'qotish. Endi bularni ochiq havoga o'rgatgandan keyin yoki P9 idishlarga olinadi yoki to'g'ridan to'g'ri ochiq yerga ekiladi. Hop, bir haftasi kam 2 oylik natija mana shu. Mana bo'ylari. Shu 7 santimetrcha bor. Bo'ylari yaxshi. Mana shu yerda ko'ryapsizlarmi, tomirlar tashqariga ham chiqib ketgan mana.